Telegramdan rasm yuborganda skrinshotga bo'lmaydigan yoki rasmingizni saqlab bo'lmaydigan qilib yuborsa bo'ladi. Buni hozir qanday qilishni o'rganamiz. Buning uchun yubormoqchi bo'lgan odamimizni profiliga kirib, mana shuni bosib, yubormoqchi bo'lgan rasmimizni tanlaymiz. Bu yerda mana bir raqami bor, o'shani bosib, один просмотр qilsangiz bo'ladi yoki qanchadir vaqtdan keyin o'chib ketadigan qilib yuborsangiz bo'ladi. Biz один razni bosamiz va jo'natib yuboramiz. Mana shunaqa tarzda jo'nab ketadi bu rasmimiz. Keyin ochmoqchi bo'lgan odam buni ichiga bir marta kiradi va bir marta ko'rib bo'lgandan keyin avtomatik o'chib ketadi. Agar skrinshot qilmoqchi bo'lsa, qorayib qoladi ekran. Lekin buni yo'li bor. Podpischiklarim juda yaxshi biladi buni, qanaqa saqlanib qilib olishni. Kommentariyada yozib ketinglar, qanaqa qilib o'chib ketadigan mana rasmdan saqlanib qilib olishni.